Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biror mamlakat turmush darajasini baholayotganimizda fuqarolar o'rtasida daromadlarning teng taqsimlanishini hisobga olish muhim. Aks holda aholi moddiy ahvoli haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Agar bunday tengsizlik mavjud bo'lsa, uni qanday o'lchash mumkin? Tasavvur qiling, daromadlar farqini o'lchamoqchi bo'lgan N shahar aholisi 5 kishidan iborat. Kichik jadval tuzamiz. Aholini daromadlari o'sib borish tartibida joylashtirdik. Qulaylik uchun daromadlar miqdorini so'mda shunday keltirdimki, foizlarni hisoblamasak ham bo'ladi. Foizlardagi va so'mdagi daromadlar qiymati bir xil bo'ladi. Shaharda jami 5 kishi yashagani uchun har biri umumiy aholining 20% ni tashkil qiladi. Aholining umumiy foizini hisoblaymiz. Alisher 20%, Alisher va Madina birgalikda 40%, Alisher, Madina va Aziz 60% va hokazo. Shu tartibda yalpi daromad ustunini to'ldiramiz. Endi jami aholi va jami daromad ma'lumotlaridan foydalanib, kichik grafik chizamiz. Aholi foizini gorizontal o'qda, daromad foizini esa vertikal o'qda aks ettirib, nuqtalar bo'yicha chiziq o'tkazamiz. Bilamizki, Alisher daromadning 10% ni, Alisher va Madina birgalikda 25% ni, Alisher, Madina va Aziz 40% ni ishlab topgan. Jamila bilan birga to'rtovi daromadning 60% ni olgan, qolgan 40% ni esa Nodir olgan. Hosil bo'lgan egri chiziq Lorenz egri chizig'i deb ataladi va N shahridagi daromadlar tavofutini aks ettiradi. Ammo hamma bir xil daromad olganida grafik qanday ko'rinishda bo'lardi? Bizda 5 kishi bo'lgani uchun har biriga daromadning 20% to'g'ri kelardi. Ya'ni Alisher ham, Madina ham butun ish haqqining 20% ni olardi va hokazo. Bu holda mutlaq tenglik chizig'i deb ataladigan to'g'ri chiziq hosil bo'lardi. Albatta, real hayotda misolimizdagi kabi bu chiziqqa deyarli hech qachon erishilmaydi. Bundan tashqari, Lorenz egri chizig'i mutlaq tenglik chizig'idan qanchalik uzoqlashsa, jamiyatda daromadlar darajasi bo'yicha tabaqalanish shunchalik yaqqol namoyon bo'ladi. Endi bu tengsizlik darajasini miqdoriy jihatdan aks ettiradigan ko'rsatkichni topish qoldi. Bunday ko'rsatkich mavjud va u Gini indeksi deb ataladi. Bu koeffitsient tenglik chizig'i va Lorenz egri chizig'i orasidagi maydonning tenglik chizig'i va x o'qi orasidagi uchburchak maydoniga nisbati sifatida hisoblanadi. Lorenz egri chizig'i tenglik chizig'idan qanchalik uzoqlashsa, Gini koeffitsiyenti sur'atining qiymati shunchalik katta bo'ladi va uning yakuniy qiymati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Gini indeksi 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda o'lchanadi. Bunda 0 daromadlarning mutlaq tengligini, 1 esa maksimal tavofutni anglatadi. Aytgancha, Gini indeksi daromadlarning teng taqsimlanishini aks ettiruvchi yagona ko'rsatkich emas. Boshqa koeffitsiyentlar ham bor. Masalan, Detsil koeffitsiyenti, Robin Hood indeksi, Atkinson indeksi yoki Tail indeksi. Bu koeffitsiyentlar haqida batafsil ma'lumotni mustaqil o'rganishingiz mumkin. Keling, turli mamlakatlardagi Gini indeksi qiymatlarini ko'rib chiqaylik. Rasmda 2017-yilga statistika aks ettirilgan. Ko'rib turganingizdek, daromadlar tengsizligi Janubiy Afrika va Braziliyada eng kuchli ifodalangan. U yerda Gini koeffitsiyentining qiymati o'rtacha 0,55 ga teng. Aksincha, daromadlar Skandinaviya mamlakatlarida eng teng taqsimlangan. E'tiborli tinglovchida savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, Gini indeksining qaysi qiymati maqbul hisoblanadi? Intilish kerak bo'lgan yagona standart yo'q. Garchi ko'pchilik iqtisodchilar Gini koeffitsiyentining optimal qiymati 0,3-0,4 oralig'ida bo'lishi kerak degan fikrga qo'shilsalar-da, rivojlangan mamlakatlarda bu qiymat farq qilishi mumkin. Buning sababi shundaki, haddan tashqari tabaqalanish ijtimoiy keskinlikni keltirib chiqaradi va iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini sekinlashtiradi. Biroq mutlaq tenglikka erishish ham yechim emas, chunki bu holda odamlarda yaxshiroq ishlash va ko'proq daromad olish uchun rag'bat yo'qoladi. Baribir ularning daromadining bir qismini davlat kamroq muvaffaqiyatli va mehnatsevar fuqarolar foydasiga taqsimlaydi-da axir. Shuning uchun davlatning vazifasi soliq va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda muayyan muvozanatni saqlashdan iborat.
Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.